Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorvash quvozlari, aka-ukalar. Biz video syomkamiz Namangan viloyat, Namangan tuman Tepao'ron qishlog'ida olib boryapmiz aka-ukalar. Hafta kuniga yakshanba 15-fevral 2026-yil. Hurmatli obunachilar, Arashan va Hisor ishqibozlari aka-ukalar, Xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Videolarimizni boshida aytib o'tamiz. Bitta like bosib, Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lmaydi, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa toza liniya, toza qonli qo'ylar kelibdi, hurmatli obunachilar. O'ta zo'rlaridan. Bu kimga keldi ekan desalar, Maydon Murodjonga kelibdi. Murodjon. Assalomu alaykum. Qabullashlarimizlar aka. Aka oldingizmi? Xudoga shukr, kelib oldik qo'shqorlar aka. Qo'ygan, juda bo'lakchasi kelibdi. Bu garbonosda. Murodjon, buni qaylardan to'yiblar? Rasmda sorti boshqachalarni. Bu qo'yingizni bunchani hali charchoq ham chiqmabdi. Charchoq chiqmagan o'zi mana janob. Hurmatli obunachilar, mana dumba razrezlari tikka, inshaalloh qo'yimiz o'ta ideal darajada. Oyoq qo'li uzun, o'ta xudo xolasa bir hafta 10 kun charchoq chiqmasa bu qo'yni bor, vobshe eplab bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaringiz zo'ridan boqaman deganlarga ana shu qo'chqar tavsiya qilaman. Inshaalloh liniyasi bormi yo'qmi? Liniyasi bor buni. Liniyasi nima deb berishdi? Buni liniyasi buldozer deb berishdi. Buldozer. Buldozer liniya deb berishdi ularni. Xudo xolasa agar haligi bo'lsa telefon qilib so'rab ana ma'lumotni beraveramiz. Bo'ldi, buni bo'lmasa bo'y-bastlarni o'lchab, rivojdan mag'lub o'taylik. Mana shunday qo'yasiz, qo'l qo'yish shart emas. Biz obunachilar xudo xolasa o'zi bilgan biladi, bilmagani o'zi biladi mana. Hurmatli obunachilar, mana shuni olaver ekansizlar. Mana shu holatda turibdi. Lekin bu hali tish buzmagan. Qo'zi mana. Shuni. Hurmatli obunachilar. Turib mayda tish mana. Hali qo'zichoq ekan bu. Qo'zichoq bu. Mana edi, nimalar ham bor ekan buni. Bittasini uzib olishgan ekan desam, bor ekan unisi. Ikkita ekan hurmatli obunachilar, lekin qo'chqor o'ta ideal, taxminan 10 oylik ekan. Yo'q, buni 10 oylik ekan bunisi. 10 oylik ekanmi? Buni 10 oylik ekan. Lekin garbonosi bor, yomon ishqozim, ishqim ketdi garbonosga. Inshaalloh, xudo xolasa liniyasi bor. Liniyasi bor, buni liniyasi yaxshi qo'chqordan so'raganlarga mana buyurdi. Xudo xolasa sekin yetalib o'zim yaxshi sovliqlarim qo'shib olaman deganlar mana bu qo'chqorni tavsiya qilaman hurmatli obunachilar. Mana uzoqroqdan ham ko'rsatyapmiz. Qo'chqorimiz lekin kichkina qo'chqor emas. Oyoq qo'li uzun, o'ta baquvvat. Mana to'shlari ham xudo xolasa o'ta kelgan. Hali buni charchoq chiqmadi hurmatli obunachilar. Nurmurod buni tortishadigan narx aytmaydi. Bitta narx aytaylik bo'ldi. Buni Jalol aka bizga ham arzon kelmagan to'g'risi. Buni dollarga qo'yamiz buni. Buni chunki zotiga, qoniga javob beriladi. Xotirjam bo'laversin. Egasini telefon nomerlarigacha bor. Har to'g'ri sifatlab berilaveradi qo'ydi. O'zi qo'y mana aytib turibdi. O'zi garbonos, o'zi oq, yuz mana oqlar, tumshug'i oq mana. Qo'zi qarang, qo'zi bunaqa bo'lmaydi mana qo'zi o'zi. Aslida. O'zi o'ta kelgan. Zoti tayin buni aka. Xudo xolasa, lekin quloqlari ham zo'r. Inshaalloh, men tomirlari ham o'zi bor bu qo'zidan. Bitta narx ayting bo'ldi, boshqa $1000 dastlabga qilib beraveraman. $1000 dastlabkasi qayerda o'yir? Samarqandgacha bo'ladi. Samarqand, Vodiydan so'raganlargacha o'zimizda shaydami. Vodiydan so'raganlarga ozmas xayr qilib beramiz aka. Ozmas. Ko'p emas. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Buni 1.5-2 ming qo'ymaymiz aka. Lekin arziydi bilgan odam aka. Lekin qo'chqor zo'r. Buni tarbiyalab, ozgina o'stirib yengil yem yeb tursa bu qo'y bor, bir hafta 10 kun charchoqlari chiqib o'ta eplab bo'lmaydi bu qo'ydan. Bu yosh, bu hali bu o'sib. Qo'yga men ham ishqim ketdi. Qo'yingiz zo'r. Ikkinchi partiya qanaqasi bor? Ikkinchi partiya ham Arashan, Kashtan variantlaridan bor. Kashtan variantidan bor. Boshladim olmasam. Xo'sh, hurmatli aka-ukalar, mana ikkinchi partiyamizga ham oq quloq, xudo xolasa, o'ta kelishgan qo'chqor ekan, mana ikkinchisiga. Hurmatli obunachi qo'chqorlarimiz qirg'iz chegarada qolib ketib, ancha haligi bo'lib qoldi. Az yengil yemni berib tarbiyalab olasizlar, xudo xolasa. Lekin biz sinovda o'tkazdik Jalol aka. Yeb-icharlar nihoyatda zo'r ekan qo'yiladi. Yaxshi, xudo xolasa. Sog'lom ekan, yo'tali yo'q. Lekin bu qo'chqor ham kichkina qo'chqor emas ekan, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman. Oyoqlarini qarang, baquvvatli janob. Kassak zo'r, tushlari. Mana hurmatli obunachilar, mana oq yuzdan boqaman, mana oq quloqdan boqaman deganlarga mana. Lekin bu ham hali qo'zichoqmi? Bu 9 oylik. Bu 9 Mana oylik. 9 oyligiga javob buni. Mana hurmatli obunachilar, mana bo'y bastani ham sirazi şeyda o'zida.
Yani yerdan hurmatli obunachi aka-ukalar mana. Bunimiz ham juni bilan billa 90 chiqyapti. Xudo xolasa qo'zini yengil yemdi berib, aslida charchog'ini chiqarib olasiz. Bir haftada bu qo'zi ko'zga ko'rmaydi. Dilmurod buni ham ko'p cho'zmaydi, partiyamiz ko'p ekan. Bitta narx ayting bo'ldi, boshqa gap yo'q. Bu ham Arashan liniyadan aka, qoni toza. Liniyasi qanday? Liniyasi buldozer liniyadan bu ham. Bitta qo'chqar bolasi. Uchtasi buldozer liniyadan, 3 ta qo'chqar. Bitta qo'chqarni bolasi. Bitta qo'chqar bolasi. Bu Arashan paroda. Liniyasi buldozer buniki ham. Liniya buldozer, hurmatli obunachilar, lekin mashq qo'chqarni olib, yoziga yaxshi sololarga qo'shib tarbiyalab olaman deganlar o'ta idealidan. Bo'ldi, buni boshqa gap so'z yo'q, bitta narx ayting bo'ldi. Buni Jaloldaga $1000 yozmasa xayr qilib beraman buni. Ozmas xayr. Ozmasa xayr qilib beraman. Sen kelishtiring buni. Buni $950 qilib beraman aka. $950. Dastlabki ichida ketaveradi. Dastlabki Samarqandga mana hurmatli obunachilar. Lekin o'ta kelishgan qo'zi qo'chqar oladi, xolos. Qo'chqar ham yaxshi ekan. Xudo xolasa Jaloldaga 1 metrdan o'sadigan qo'chqar bo'ladi. 1 metrgacha xotirjam bo'ladi. Undan ham o'tadi. Xudo xolasa. Hali yosh bu. Telefon qilgan odam ishi bitadi. Ishi bitadi, xudo xolasa aka. Mana hurmatli obunachilar, aloqa chiqarasizlar. Telefon qilgan odam ishi bitadi. 3-partiyamiz qanaqasi bor? Kashtan aka. Kashtani. Oldi, ketdi 3-partiyaga. Aka-ukalar, 3-partiyaga bo'ri lekin quloq ko'ringlar, quloqda hurmatli obunachilar. Buni quloq qo'zg'aldimi? Ay maşallah. Boris partiyan aka, lekin hali bu qo'chqor ham charchovlar hali chiqmadi. O'zi tulaydigan variant. Hurmatli obunachilar, mana bu sekin tulab kelayotgan qo'chqor aka mana. Hurmatli obunachilar, o'zi tulaydigan varianti. Bu kashtanning haqiqiy tozasi bu. Jalol aka. Qoni toza kashtanli bu. Toza kashtanli. Otasi aka buldozer Arashan liniya, buldozer otasi. Buni onasi kashtan bo'lgan. Kashtan bo'lgan. Uchta qo'chqarimiz otasi bitta, ona boshqa xolos. Onasi boshqa xolos. Mana hurmatli obunachilar, lekin quloqdan ham bor ekan-da. Qani buni ham bo'y bas quloqlarni o'lchab ko'raylikchi, mana shuni. O'lchab beramiz buni. Qani bo'yini o'lchaylikchi mana shuni. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar mana. Mana buni ham ko'ryapsizlar mana. Mana shu chiqqaniga olaverasizlar. Juni bilan 90 turyapti. Lekin kichkina qo'chqorlar emas. Bu ham 10 oylik qo'zi aka mana. Bu 10 oylik bu. Narigilar 9 oy, 10 oy bu ham. Bu 10 oylikdan o'tibdi bu. Tisharish kelib qoldi hurmatli obunachilar. Qani bu quloqni o'lchaylikchi mana shuni. Lekin bari quloqdan ham bergan ekan. Ikkinchi kalsovdan. Mana birinchi kalsov, mana ikkinchi kalsov bor. Mana hurmatli obunachilar, $21 uryapti. 20 plyuska olishaveradi aka. 20 plyuska olasizlar. Shirinasini ko'ringlarchi. Shirinasi 10 hurmatli obunachilar. Dilmurod buni ham ko'p cho'zmaylik, narxida gap. Buni ham Jaloldaga $1000 ga ozmoz xayr qilib beraman, ko'pmas. Lekin mana dumbaraz reisi xudo xolasa yaxshi. Buni ham hali charchov borligi, qo'chqorlar charchov hali chiqmadi, hurmatli obunachilar, bir hafta 10 kunda chiqadi. $1000 ozmoz bu ham xayr qilib beraman aka. Xayri bor. Xayri bor ozmoz. Telefon qilgan odam ishi bitadi. Ishi bitadi, xudo xolasa aka. Mana kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz, hurmatli obunachilar. Ketdi 4-partiya. Xo'sh, hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga xudo xolasa toza qoldi. Bunda liniya bormi yo'qmi? Yo'q, bunda bu liniya yo'q bunda. Liniya yo'q. Lekin Qirg'iziston qo'chqori bu ekan aka. qo'chqor. Buni ancha oldirogan ekanchilar bu. Ha. Mana hurmatli obunachilar, qo'zimiz o'ta tikka, stoykalarimiz zo'r, xudo xolasa hech qanday kasaga to'playapmiz, staganti yo'q. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'chqorimiz yaxshi qo'chqor ekan. Buni yoshi qanaqa? Yoshi 2 chiga o'tdi bu aka. 2 chiga o'tdimi? Mana. Ko'rindimi? Ha, bo'ldi. 2 chiga chiqibdi endi. 2 chiqdi endi aka. Lekin qo'chqorimiz o'ta ideal. Stoykalari yaxshi ekan. Menga yoqdi qo'zi qo'chqorimiz. O'shaga chiqibdi-yu. Buni ham bir bo'ylanib qo'yilikchi. Shashida qo'yib beraman. Hurmatli obunachilar, mana yerdan chiqqan olaverasizlar. Qo'chqorimiz ideal aka, xudo xolasa. Oldinroq keldi bu Jalol aka. Oldinroq kelgan. Yeb icharlari zo'r qo'ydi. O'zining. Bo'ldi, buni ham ko'p cho'zmaymiz. Hozir yana bor ekan, vaqt cho'zilib ketdi. Buni Jaloldaga 7,5 millionga dasturgacha qilib beraman aka. Bo'ladigan aka. Mana hurmatli obunachilar, 7,5 millionga lekin qo'chqor arziydigan qo'chqor. Hurmatli aka-ukalar, 7,5 million so'mga soladim.
Bu sal charchoq chiqib, sal nima o'qiyapti. Bu charchoq chiqdi bu. Lekin garbonosi yaxshi. Endi buni liniyasi bormi, yo'qmi, bularni Bilmaymiz to'g'risi. Bunikini bilmaymiz. Ha, mana hurmatli obunachilar. Xudo xolis kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi oxirgi partiyamiz Oxirgi partiya, qo'zi qo'chqorchalar. qo'zi qo'chqorchalar. Shuni olib borib yengil yemini yalab turgan qo'zi qo'chqorchalar. Bular puli yengilroq bo'ladimi? Ha? Bular puli yengilroq bo'ladimi? Puli yengil bo'ladi bular aka. Bular aka 6-7 oylik qo'zilar bular. 6-7 oylik. 6-7 oylik qo'zilar. Mana hurmatli obunachilar, ekalasi xudo xolasa o'ta hurkib, o'ta charsakmi. Oq yuzli bular aka. Mana. Imbarazlari ham zo'r. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa hech qanday kasal yo'q, yaxshi qo'zi qo'chqorchalar ekan. Mana o'ta chars ekalasi. Xo'sh, bo'ylar nechiga beramiz? 75 pilisga beramiz. 75 pilis. 80 ga yaqin chiqdi 75 pilisga Ha, olishadi. 75 pilisga olaverasiz. Hali o'sadigan bular, ancha o'sadi. Mana oq yuz ekan. Ekalasi ham xudo xolasa oq yuz, xudo xolasa. Yebichalari zo'r. Yaratasi bir hafta Samarqandgacha dastavkasi bor ekan ularning. Olib borgandan keyin yedirib chirib keyin pul sanashaveradi. Keyin pul sanashaveradi aka. Mana. Qo'chqorlarimiz o'ta ideal, xudo xolasa yaxshidan so'raganlarga, xudo xolasa kanalda obuna bo'lmaganlar ko'plar shayga deb ko'rib turib obuna bo'lish, bitta like bosib ishdan chiqmasin. Bularni ko'p cho'zmaylik. Ular Jalol aka, bularni jup olishsa bor-ku. Bitta narx aytaman. 10 million dastavka ichida ketaveradi ular. 10 millionga. 10 millionga. Mana hurmatli obunachilar, 10 million so'mga. Mana. Dastavkasi qayerda u? Samarqandgacha bo'ladi. Samarqandga bo'ladigan narx 10 million 10 so'm. million so'm ekan. Biz hurmatli obunachilar, kimdir tortishmaysiz, o'qimaysiz, o'qimaysiz deydiganlarga, mana bizda bitta narx aytiladi, xolos shu narx. Xudo xolos bu tortishilmaydi. Narx o'zi xudo xolasa mana qo'chqorchalar tashab qo'yinglar. Yo'q, Jalol aka bunday qarang. Biz masalan bularni 6,5 million qo'yib 500 ming o'tib beraman, yana 500 deyilaveradi. Lekin bo'ladi narx qo'yib qo'ygan yaxshi uni. Tortish kerak yo'q dangalga. 10 million so'm vodiydan so'raganlarga hayrak o'tib Ozmoz bering. o'tib ham beraman. Mana. Hurmatli obunachilar, telefon qilinglar, xudo xolos telefon qilgan odam ishi bitadi. Ikka dumbalar osilmaydi. Xudo xolos ekalasi ham yaxshi buni. Kelasi ham zo'r, yosh, qo'zchog'i. Yengil yemini yeb tepayalab turibdi ekan bularga bitta lichina olib turib. Lekin qurbonlikqa mana shular tayyor bo'ladi. Qurbonlikka tayyor Xudo bo'ladi. xolasa. Mana bugunga bor shular-a? Bor shular, ha. Hurmatli aka-ukalar, bugun oxirgi partiyam shu ekan. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.